هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Taha suresi tefsiri 22. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Taha suresi 22. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Kolunu koltuğunun astığı sağın, andın çıkağın. O hiç kandak, ayıp noksansız alda ap-ak nurluk bulup çıkıdı. Bu ikinci mucizedir. Sana çoğun mucizelerimizden bazısını köstümüz. Firavun'a bağın, o hakikaten haddeden aştı. Musa it, Rabbim, menin kalbimni keng kıygan, yani iman bilen ve peygamberlik bilen nurlandırgan, menin işimni asanlaştırgan, tilimden kekeştikni kötürüp etkin, ula menin sözümni düşensin, bana ailemden qarindişim Harun'ni yardımcı kılıp bergen. Onun bilen beni tehimi küçeytkin. Menin işim onu şerik kılgın. Bunun bilen biz sana köp tesbih etqaymız. Sana köp zikir etqaymız. Sen hakikaten bizni körüp turguçsan. Musa aleyhisselamның kolunun özünün koltuğundan noksansız ap-ak nurluk bulup çıkkanlığı. Bu Musa aleyhisselam'a verilgen ikinci mucizedir. O mucize bolsa Allah Teala'nın onu özünün kolunu koltuğa selişki buyuruşu, kolunun koltuğunun astıdan ap-ak nurluk bulup çıkışıdır. Kolunu koltuğunun astığa salgın, andın çıkargın. Allah Teala başka bir ayette mındaq dedi. Kolunu koynunga sağın. O hiç kandak illetsiz bir parça aydek parlap ap-ak bolup çıkıdı. Korkunçni dep qilish uchun kolunu yig'ib olgin. Yani koynunga selib olgin. Bu ikkisi Firavunga ve onun kavminin çoğlarına Rabbin tarafidan kelgan paketdir. Kolunu koltuğunun astığı sağın, andın çıkağın. Mücahid bu ayetten ma'nosi haqida mundaq dedi. Sen alqınını koltuğunun astığı sağın. Onun undaq qilishga buyurilishi Musa aleyhisselam kolunu koltuğunun içine selip çıkarsa, o kol hakikaten aydek nurlu halatida çıkarttı. O hiç kandak ayıp noksansız alda ap-ak nurluk bulup çıkıdı. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mücahid, Qatada, Zahhak, Suddi ve başkalar bu ayetten ma'nosi haqida mundaq dedi. Yani Musa aleyhisselamның kolunun koltuğundan ap-ak çıkışı ak kisel yoki başka bir kisellikten emasdir. Hasan Basri mundaq dedi. Allah Teala'nın namı bilen qasamki Musa kolunu koynudan xuddi çıraqdek nur çiçip turgan haleti çıkardı. Şunun bilen Musa aleyhisselam hakikaten özünün Rabbiga uçraşkanlığını bildi. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Sana çoğun mucizelerimizden bazısını köstemiz. Musa aleyhisselamның Firavunni dinge çaqırış üçün onun qışığı berişqa buyurulganlığı. Firavunga bağın, o hakikaten haddidan aştı.
ya'ni sen o'zing qichib chiqqan shahar Misrning podshohi bo'lgan Fir'avnning qishig'i bag'in va uni shirki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga chaqirgan. Uni Isroil avlodiga yaxshilik qilishga va ularni qiynamaslikqa buyurgan. Haqiqatan u haddidan eshib ketdi va ilohlik davosini qildi. Dünyani do'st tutdi va ulug' Rabbini unutdi. Musa alayhissalomning Alloh taolodan tilgan tilaklari. Musa aytdi: Rabbim mening qalbimni keng qilgin, ya'ni iymon bilan va payg'ambarlik bilan nurlantirgin. Mening ishimni osonlashtirgin. Bu Musa alayhissalomning o'zining Rabbidan dilini iymon va payg'ambarlik nuri bilan nurlantirishni so'rashidir. Chunki Alloh taolo uni mas'uliyati nihoyat cho'ng bir ishga buyurdi. Alloh taoloni inkor qilishda eng uchiga chiqqan, askari eng ko'p, podshohlikning umri eng uzun va haddidan eshib o'zining haqiqatan Alloh taoloni tonimaydiganligini va xalqlarga o'zidan boshqa bir ilohning yo'qligini da'vo qiladigan darajaga yetgan shu zamondagi yer yuzidagi eng cho'ng podshoh Fir'avnning qishig'i avatdi. Musa alayhissalom Fir'avnning tarbiyasidagi kichik vaqtida Fir'avnning odamlarining qishida tug'an edi. U ularning ichidan birisini o'ldirib qo'ydi. Shuning bilan ularning o'zini o'ldirib yetishidan qo'rqib 10 yildan ortiqroq muddat ulardan qochib yurdi. Alloh taolo uni ularga ogohlantiruvchi va ularni shirki yo'q, birla Alloh taologa ibodat qilishga chaqiruvchi qilib avatdi. Shunga Musa alayhissalom yuqorqidek dedi. Ya'ni agar mening ishimga sen yordam bermasang va sen menga yordamda bo'lmasang, men bu ishni o'rinlay olmayman. Tilimdan kekashlikni ko'tarib etgan ular mening so'zimni tushunsin. Ya'ni kichik vaqtida aldığı xo'mi bilan cho'g' qo'yilgan vaqtida cho'g'ni og'ziga solganligi sabab bilan kekash bo'lib qolgan edi. U Alloh taolodan kekashlikning hammasini yo'qotib etishni so'radi. Balki faqat kishilar uning maqsadini tushungidek so'zlayoladigan holatda kelishini so'radi. Agar u Alloh taolodan uning hammasini yo'qotib etishini tilagan bo'lsa, albatta Alloh taolo uning hammasini yo'qotib etadi. Va lekin payg'ambarlar Alloh taolodan har qanday narsani tilasa, adab yuzasidan faqat o'zlarining hojatiga tushliq tilaydi. Shunga uning kekashligi butunlay yo'qolib ketmay, azroq qilib qoldi. Alloh taolo bu vaqtda Fir'avnning odamlarga degan so'zini xabar berib, mundaq dedi: "Balki men ochiq gap qila olmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhisalomdan yaxshiman. Mana oilamdan qarindishim Harunni yordamchi qilib bergin." Bu Musa alayhissalomning Alloh taolodan o'zining xususiy ishidan boshqa bir narsani tilaganligidir. U bo'lsa-mu bir tuqqani Harunning kishilarga Alloh taoloning dinini yetkazish ishlarida uningga yordamlashib berishini so'rashidir. Savri ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musa alayhissalomga payg'ambarlik berilgan soatning o'zida Harun alayhissalomga mu payg'ambarlik berildi. Ibn Abu Hatim mundaq deb rivoyat qildi. Aisha umra haj qilish uchun menib, ba'zi sahrolik kishilar o'ltiraqlashgan joyga kelib tushdi. Ondan u bir kishining boshqa kishilardan dunyoda qaysi bir qarindosh
o'zining bir qarindishiga bek foyda yetkazgan deb so'raganligini angladi. Ular biz bilmaymiz deb javob berdi. U kishi Allohning nomi bilan qasamki, men bilaman dedi. Ayşe bundaq dedi. Andın men ko'nglimda u ikkilanmay qasam qilganga qaraganda u haqiqatan dunyoda qaysi bir kishining o'zining qarindishiga bek foyda yetkazganligini biladi ekan deb o'yladim. U kishi Musa alayhisalom Alloh taolodan qarindishi Harun alayhisalomni payg'ambar qilib berishini tilagan vaqtida Harunga bek foyda yetkazgan edi dedi. Andım men Alloh taoloning nomi bilan qasamki, u kishi rost aytdi dedim. Shuning uchun Alloh taolo Musa alayhisalomni maqtab mundaq dedi. Musa Allohning dargohida obro'yliq edi. Uning bilan meni texmi kuchaytgin. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Qarindishim Harun bilan meni texmi kuchaytgin. Mening ishimga uni shirik qilgin. Buning bilan biz sana ko'p tasbih aytqaymiz. Sana ko'p zikr aytqaymiz. Mujahid mundaq dedi. Bir banda Alloh taoloni o'ri turgan, o'ltirgan va yenichi yotgan vaqtida zikr qilmoqcha, u Alloh taoloni ko'p zikr qilguvchilarning qatorida bo'lmaydi, qatoridan bo'lolmaydi. Sen hakikaten bizni ko'rib turg'uchisan. Ya'ni biz sening payg'ambarlikni bizga berganligingning biz sening payg'ambarlikni bizga berganliging va bizni dushmanimiz Fir'avnga avatganliging uchun sana hamd sanolar aytamiz. Allah aytdi. Ey Musa, senin so'ragan narsalarning sana berildi. Buningdan boshqa sana yana bir qitim in'om qilgan edik. Öz vaqtida onangning ko'ngliga faqat vahiy orqali bilinadigan narsalarni soldik. Aytdikki, uni ya'ni balini sandiq sog'in. Ondan uni sandiq bilan daryoga tashlagin. Daryo uni qirg'oqqa tashlasin. Uni mening dushmanim va uning dushmani bo'lgan Fir'avn ilib boqsin. Mening qo'g'dishim ostida tarbiyalanishing uchun sana men tarafdan bo'lgan muhabbatni soldim. Öz vaqtida sening hamshirang Fir'avnning oilasiga berib, sizlarga uni boqadigan bir kishini ko'rsatib qo'yaymi dedi. Biz sening onangni xo'sh bo'lsin, qayg'urmasin deb seni onunğa qaytırıp berdik. Sen bir odamni o'ltirib qo'yding. Seni biz g'amdan xalos qildik. Seni turli balolar bilan sinadik. Musa alayhisalomning tilaklarining qabul bo'lganligi va burunqi in'omlarning aslatib o'tilganligi. Musa alayhisalomning tilagan tilaklarini Alloh taolaning ijobat qilishidir. Musa alayhisalomning tilagan tilaklarini Alloh taolaning ijobat qilishidir. Anası onu imitiyotgan Fir'avn ve onun adamlarının onu öldürüp etişinden korkup turgan vaqtida Allah Taala'nın onunğa qilgan ne'matlarini eslatishdir. Anasının qo'rqishidagi sabab shuki, o İsrail avlodidan tug'ilgan kichik bolalar o'ltirilayotgan yillarda tug'ilgan edi. Onun anası sandıqdan birini yasidi. Onu imitib bolup sandık selip, sandıqni ağamçı bilen bağlap Nil deryası koyup beretti. Ağamçının bir uçi öyünün bir yeriga bağlap koyuqluq idi. Balını imitidigan vaqtida sandıqni ağamçı bilen tatip kelip, onu imitib bolup yeni deryaga koyup beretti. Bir qitim o sandıqni bağlay deb turganda ağamça onun qo'lidan chiqib ketib, daryo uni iqitib ketdi. Shuning bilan u ansirashga boshladi.
Allah Taala uning ansirganligi haqida mundaq dedi. Musaning onasi Musaning Fir'avnning qo'liga tushib qolganligini anglab, as-hushini yo'qotdi. Uning Allohning balini qaytirish va'dasiga ishonguchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u balini oshkorlab qo'yg'ili tas qolgan edi. Daryo uni iqtib opirib Fir'avnning hovlisiga tashladi. Fir'avnning oilasidagilar uni daryodan suzib oldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Fir'avnning oilasidagilar Musoni oqibat o'zlariga dushman va xiloflik va xafalikning manbasi qilish uchun Nil daryosidan suzib oldi. Ya'ni ular Musaning chiqib kelishidan qo'rqib, Isroil avlodlaridan tug'ilgan kichik bolalarning hammasini o'ltirib atgan vaqtda Alloh taolo hamma kuch-qudrat uning ilgidadir. Fir'avn va uning ayolining Musani yaxshi ko'rishi bilan Musa Fir'avnning oilasida uning tamoqini yeb, suyini ichib, ularning tarbiyasida bo'lishini taqdir qilib bitibdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Uni mening dushmanim va uning dushmani bo'lgan Fir'avn elib baqsin. Mening qo'g'dishim ostida tarbiyalanishing uchun sana men tarafdan bo'lgan muhabbatni soldim. Sana men tarafdan bo'lgan muhabbatni soldim. Bu oyatning ma'nosi haqida Salama ibn Kuhayl mundaq dedi. Ya'ni men seni bandilarimga yaxshi ko'rsatdim. Mening qo'g'dishim ostida tarbiyalanishing uchun. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Imron Juni mundaq dedi. Ya'ni sen Alloh taolaning ko'z oldida tarbiyalanishing uchun men seni bandilarimga yaxshi ko'rsatdim. Fir'avnning oilasidagilar uni daryodan suzib olgandan keyin uni emitish uchun nurg'unlagan enik onalarni chaqirib kelsimu, u ularning birsini emgili unimidi. Amaliyotda bu Alloh taolaning bir o'rinlashtirishi edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Öz onasi kelishdan ilgari Musani sut emgizgichi ayollarning emitishidan to'sdiq. La havla va la quvvata illa billah. Ondan uning hamshirisi ularning qishig'i berib, o'zining uni boqadigan bir kishini ularga ko'rsatib qo'ydiganligini aytdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Musaning hamshirisi sizlarga Musani boqadigan obdan bir oilani ko'rsatib qo'yaymi? Ular Musani ixlos bilan boqadi dedi. Ya'ni men sizlarni pul elib emitib beradigan bir kishining qishig'i boshlab boraymi dedi. Ondan u ular bilan Musani uning onasining qishig'i elib bordi. Onasi uningga amchikini tanglividi, u amchakni og'ziga soldi. Ular Musaning amchakni og'ziga solganligidan nihoyat xush bo'lishdi. Ular Musani emitib beradiganga uning bilan putishdi. Shuning bilan Musaning onasi dunyoda baxt, saodat va oliy turmushga va oxiratga katta ajrga erishdi. Oxiratda katta ajrga erishdi. Alloh taolo bu ishni Musa alayhissalomga bayon qilib berib mundaq dedi. Biz sening onangni xush bo'lsin, qayg'urmasin deb seni uningga qaytirib berdik. La ilaha illalloh. Sen bir odamni o'ldirib qo'yding. Seni biz g'amdan xalos qildik. Ya'ni Musa Misrlik birini o'ldirib etganligi uchun Fir'avnning odamlari uni o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Musa ulardan qochib Madiyandagi bir buloqning qishig'iga keldi. Uningga heliqi yaxshi kishi, ya'ni Shuayb alayhissalom mundaq dedi. Qo'rqmag'in, zolim qavmdan qutulding. Sen Madiyanliklar orasida ko'p yillar turding. Ondan ey Musa, taqdir bilan bu yerga kelding.
Seni men mening muhabbatimga, ya'ni payg'ambar qilib vahiy nozil qilishimga tanladim. Ey Musa, sen va sening qarindishing Harun mening mo'jizalarimni ilib beringlar. Mening zikrimga suslik qilib qolmanglar. Fir'avnning yeniga beringlar. U haqiqatan haddidan oshdi. Uninga yumshoq so'z qilinglar. U vaz nasihatni qabul qilishi yoki haddidan oshganligining oqibatidan qo'rqishi mumkin. Musa alayhisalomning payg'ambarlik tanlanganligi va Fir'avnni dinga chaqirishga buyurilganligi. Alloh taolo Musa alayhisalomga mundaq dedi: Seni turli balolar bilan sinadik. Sen Medyenliklar arasida ko'p yillar turding. Ondan ey Musa, taqdir bilan bu yerga kelding. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ya'ni ondan sen ey Musa va'da bilan bu yerga kelding. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrazzaq Muammardan Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey Musa, bu yerga payg'ambar bo'lishingga taqdir qilingan vaqtida kelding. Seni men mening muhabbatimga, ya'ni payg'ambar qilib vahiy nozil qilishimga tanladim. Imom Buxoriy bu oyatning ma'nosi haqida Abu Hurayradan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Odam alayhisalom bilan Musa alayhisalom uchrashdi. Musa alayhisalom Odam alayhisalomga bütün kişilerini baxtsiz qilgan va ularni jannatdan chiqargan kişisan dedi. Adem aleyhisselam Musa aleyhisselamga. Sen Allah Taala seni payg'ambarlikdan iborat o'zining ulug' vazifasiga va vahiysiga tanlagan va Tavrat nozil qilingan kishi bo'lamsan dedi. Musa aleyhisselam ha deb javob berdi. Adem aleyhisselam Musa aleyhisselamga: Sen Allah Taala meni yaratishdan ilgari bu ishning menga yezilib ketganligini Tavratdan bilgansan dedi. Musa aleyhisselam ha dedi. Shuning bilan Adem aleyhisselam Musa aleyhisselamni pokitda yengib oldi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ey Musa, sen va sening qarindishing Harun mening mo'jizalarimni ilib beringlar. Mening zikrimga suslik qilib qolmanglar. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar meni zikr qilishni kechiktirmanglar. Mujahid ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida yana mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar meni zikr qilishda bo'shib qolmanglar. Bu oyatdagi maqsad u ikkisining Allah Taolani zikr qilishda bo'shab ketmasligi va sal qaramaslik uchundir. Allah Taolani zikr qilishning u ikkisiga yordam va Fir'avnning cho'ngligini yega uradigan bir kuch bo'lishi uchun Fir'avn bilan ko'rishgan vaqtidami u ikkisining Allah Taolani zikr qilishi lozimdir. Fir'avnning yeniga beringlar. U haqiqatan haddidan oshdi. Uningga yumshoq so'z qilinglar. U vaz nasihatni qabul qilishi yoki haddidan oshganlikning oqibatidan qo'rqishi mumkin. Bu oyatda nihoyatda katta ibrat bor. Bu ibrat Fir'avn haqiqatan bo'yin tovliq va cho'nglik qilishda eng uchiga chiqqan edi. Musa alayhisalom bo'lsa Allah Taolaning shu vaqtidagi mahluqotlarining ichidan tanlangan eng ilg'or kishi edi. Shundaq turib, qilingan da'vatning g'alabilik bo'lishi uchun Allah Taala uni Fir'avnga muloyim va yumshoq so'zlar bilan da'vat qilishga buyurdi. Subhanalloh. Allah Taala da'vatni yumshoq so'zlar va yaxshi uslub bilan qilish to'g'risida mundaq dedi. Rabbingning yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatlik uslubda yaxshi va nasihat bilan da'vat qilgan. Ular, ya'ni muxolifatchilik qilguvchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashgan. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Taha surasidan 44-oyatgacha angladinglar.
oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.